Hammaga salom do'stlar, sizlar Terabyte TV internetda pul ishlash kanalida siz kanalimizga xush kelibsiz. Demak do'stlar, sizlar bilan birgalikda bugungi video obzorimiz orqali ham sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin bo'lgan sayt haqida ma'lumotlarni taqdim etib o'taman. Shuning uchun videoga like bosib, kommentariyada fikr yozib qoldirishni esdan chiqarmang. Eng asosiysi do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoni maksimal do'stlaringizga ulashib qo'ying. Ular ham mana shu video orqali internet saytlari orqali pul ishlash mumkinligini ko'rsin. Demak, tayyor bo'lsangiz, men saytga kirib olaman va qanday ishlash to'g'risida ma'lumotlarni berib boraman. Mana do'stlar, saytga ham kirib oldik. Albatta, sayt manzili, video kommentariyasi va Telegram kanalda bo'ladi. Bemalol Telegram kanalga ham qo'shilib qoling. Telegram kanali orqali ham yangiliklardan boxabar bo'lib borishingiz mumkin. Demak do'stlar, saytga kirganimizdan so'ng xuddi mana shunday ko'rinishda oyna ochiladi. Biz birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tish uchun esa ism qo'yishingiz kerak. Xohlasangiz ismingiz yoki taxallus, email adres, albatta telefoningizda ishlatayotgan email adres kiriting. Bu saytdan ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng tasdiqlab qo'yishingiz uchun kerak bo'ladi. Ikkita bir xil pasport kiritasiz. Biri saytga kirish uchun, biri saytdan pullarni yechib olish uchun kerak bo'ladi. Shuning uchun bir xil kiritish maqsadga muvofiq. Pastroqda esa mana bunday tarzda kodni o'zi taqdim etadi. Referalniy kapchadan ham saytni o'zi o'tib beradi. Siz bu yerda sign up tugmasini bosish orqali ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ldi do'stlar. Demak, ro'yxatdan o'tish unchalik qiyin emas, menimcha hamma eplaydi. Endi esa men hozir o'z akkauntimga kirib, sayt haqida yana ham kengroq ma'lumot beraman va saytdan pullarni yechib ham ko'rsataman. Shuning uchun videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang do'stlar. Bu saytdan qanday qilib pul yechish mumkinligi haqida ham bilib olishingiz uchun. Mana do'stlar, saytga ham kirib oldik. Saytga kirishimiz bilan bizda xuddi mana shunday ko'rinishda menyu ochiladi. Bu menyuga e'tibor berishdan avval do'stlar bir narsani aytib o'tishim kerak. Ya'ni biz saytga kirganimizdan so'ng o'z akkauntimizni tasdiqlab olishimiz kerak. Ya'ni saytdan pul yechganimizda muammoga duch kelmaslik uchun. Buning uchun teparoqdagi 3 nuqtani bir marta bosasiz. Mana bunday menyular kelib chiqadi. Bu menyularga hozir alohida to'xtalamiz. Undan avval bizga kerak bo'ladi setting menyusi. Bu yerga kiradigan bo'lsak, mana bunday tarzda ikki bosqichli tasdiqlash kodi orqali saytga kiring deyapti. Ya'ni siz o'z email adresingizni email verify tugmasini bosish orqali tasdiqlab olishingiz kerak. Shu tugmani bossangiz email adresingizga xabar keladi. U xabar orqali mana shu saytga kiradigan bo'lsangiz, keyingi kirishda ham va saytdan pul yechishda ham muammoga duch kelmaysiz. Albatta, bu qo'shimcha eslatma bo'ldi. Hammaga rahmat. Endi esa bu yerda faucet bo'limiga o'tamiz. Ya'ni biz mana shu saytda ishlab ketishimiz uchun, mana bunday tarzda trolllar yig'ishimiz uchun kerak bo'ladigan menyu. Ko'rishingiz mumkin, hozir 150 tronga yaqin pul mablag'i bor. Bu adashmasam 70-60 dollar atrofida pul bo'ladi. Albatta, bu pullarni hozir yechib ham ko'rsataman. Undan avval saytda qanday ishlashimiz to'g'risida ma'lumot berib o'tay. Demak, faucet bo'limidan pastga tushadigan bo'lsak, mana bunday tarzda darajalar belgilangan va ularga mos ravishda trolllar belgilangan. Mana shularni, mana bu uspeshna tugmasi yongandan so'ng claim tugmasini bosish orqali olib olsak bo'ldi do'stlar. Bizdan so'raladigan yagona narsa mana shu saytga har soatda kirib, mana shu trollarni yig'ib olish, ya'ni darajaga mos ravishda. Kelinglar birgalikda yig'ib olamiz. Claim tugmasini bosamiz va bizga 0.06 tron miqdoridagi pullar taqdim etildi va keyingi soatlardan, ya'ni 1 soatdan keyin yana olishimiz mumkin. Xuddi shu tarzda davom etadi. Sizlar birinchi ro'yxatdan o'tganingizda stone darajasida bo'lasiz, ya'ni mana bu miqdorda tron olishingiz mumkin. Darajani qanchalik ko'targaningiz sari shunchalik ko'p tron beriladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 0.24, 1.2, 7.2 va 54 trongacha beriladi. Shuning uchun darajani oshirishimiz kerak. Darajani oshirish uchun nima qilamiz do'stlar? Daraja mana bunday tarzda belgilangan bo'ladi. Mana shuncha miqdorda tron yig'ganimdan so'ng men silverdan goldga o'taman va bemalol 0.24 miqdordagi tronlarni har soatda olishim mumkin bo'ladi. Darajani oshirish uchun esa do'stlar biz o'yinlarni o'ynashimiz kerak. Buning uchun mana bu teparoqdagi 3 nuqtani bosamiz va games bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda turli xil o'yinlar ko'rsatib o'tilgan, ko'rishingiz mumkin. Dice, ruletka, Simba, Plinka, Limba shunga o'xshash o'yinlar. Albatta, kirganingizdan so'ng batafsil ko'rib borishingiz mumkin. Misol uchun Dice o'yinida ko'rsatib beraman. Bunga o'xshash videolarni avval ham qilganman. Shuning uchun avvalgi videolarni ham ko'rishingizni tavsiya beramiz. Demak do'stlar, men eng minimal miqdorda o'ynayman. Minimal mana shunchadan o'ynasa bo'ladi.
va buni yutish ehtimolingizni oshirish yoki kamaytirishingiz ham mumkin. Mana bunday tarzda qiladigan bo'lsak, biz deyarli 100% ga yutamiz, 96.4% ga. Yutadigan pulimizni miqdori juda ham kam bo'ladi. Mana bunday qiladigan bo'lsak, demak 16% biz yutishimiz mumkin ekan. Lekin yutadigan pulimizni miqdori ko'proq bo'ladi, 5.90%. Bu qanday ishlaydi? Mana bunday roll dice tugmasini bir marta bosadigan bo'lsangiz, ruletka u yoqdan bu yoqqa aylanadi. Qaysi tomonda chiqadigan bo'lsa, siz yutasiz. Hozir yutqazdik. Agar bu tomonda chiqqan bo'lganda biz yutardik. Xo'p, ruletkani mana bunday tarzda o'zgartiramiz va roll dice tugmasini bosamiz. Ko'rishingiz mumkin, biz yutdik va yana bitta va yana bitta. Xuddi shu tarzda davom etib ketaveradi. Endi qancha miqdor tikish, foizni qanday o'zgartirish bu o'zingizga bog'liq. Albatta kirganingizdan so'ng batafsil o'rganib chiqishingiz mumkin va qandaydir taktikalar qilish orqali ham bu saytda pul ishlasangiz bo'ladi. Pul ishlash emas do'stlar, darajani oshirish. Pul ishlash juda ham oson. Har soatda kirsangiz bo'ldi. Har soatda kirib shunchaki pullarni yig'ib olishingiz kerak, ya'ni Faucet bo'limi orqali. Bundan tashqari bu saytning yana qanday menyulari bor deganlar uchun bu saytimiz yaqinda ochildi, lekin juda ham ko'plab yangiliklar bilan kirib kelmoqda. Ya'ni boshqa pik saytlarga, ya'ni free saytlarga qaraganda bu saytimiz ancha ilgarilab ketdi. Ya'ni mana bu 3 nuqtani bosadigan bo'lsak, yangi menyular qo'shildi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, reward menyusi, ya'ni mukofotlar menyusi ham qo'shilgan. Bu yerga kiradigan bo'lsak, mana bunday tarzda tangalar berilgan va mana bu o'yinlarni o'ynash orqali yana qo'shimcha daromad qilishingiz mumkin bo'ladi va bu o'yindan olgan daromadingizni do'stlaringiz bilan ulashishingiz ham mumkin. Bu albatta o'zingizga bog'liq do'stlar. Yana bir yangilik, mana bu qo'ng'iroqchada turganda hozir yo'q bo'libdi. Ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, mana shu Telegram kanaliga ulanib oling deyapti. Faucet Matrix Telegram kanali. Bu Telegram kanalimizda har kuni sovg'ali bonuslar tarqatiladi deyapti. Ya'ni bonus kodlari beriladi. Ana shu kodlarni olib saytga kirish orqali bonuslarni yig'ib olishingiz ham mumkin. Matrix Faucet Telegram kanali. Bu Telegram kanalni ham video kommentariyasiga qo'shib qo'yaman. Bundan tashqari Telegram kanalimga ham joylashtirib qo'yaman. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Albatta qiziqsangiz do'stlar. Demak, bundan tashqari qolgan menyulari ham bor. Bu yerda kontakt bo'limi, ya'ni so'rovnomalarda qatnashib ham pul ishlasangiz bo'ladi. Depozit qilish unchalik shart emas-ku, lekin depozit qilib darajangizni tezroq oshirib olishingiz mumkin. Bu endi o'zingizga bog'liq. Xohlasangiz qiling, xohlamasangiz qilmang. Bundan tashqari withdraw bo'limi, pul yetish. Hozir ko'rsatib o'taman. Yana bir menyusi bor do'stlar. Bu eng glavniy menyu, ya'ni affiliates menyusi. Kiradigan bo'lsak, bizga ma'lumotlar taqdim etilgan saytga do'stlarni taklif qilib ishlaydigan bo'lsangiz, yana ham tezroq va samaraliroq ishlab borishingiz mumkin. Misol uchun, hozir men saytga 400 dan oshiq do'stimni taklif qilganman. Ulardan kelgan trollarni ko'rishingiz mumkin. 140 dan ziyod tron kelgan va hozir ham 2-6 tron kelgan ekan. Buni yig'ib olishim ham mumkin. Bundan tashqari men do'stlarimga trollarni ham tarqatganman. Mana bunday tarzda qo'shimcha trollar berilgan. Va buni avvalgi videolarda ko'rsatganman. Qiziqsangiz uni ham ko'rib olishingiz mumkin. Demak, referral tizim qanday ishlaydi do'stlar? Juda ham sodda. Ya'ni siz saytga do'stingizni taklif qilasiz, u saytga kirib ishlashni boshlasa, ya'ni shunchaki har soatda bonus olsa, sizga uni olgan bonusdan 50% keladi. Agarda o'yin o'ynaydigan bo'lsa 0.4% va so'rovnomada qatnashadigan bo'lsa, Surversida 5% gacha sizga komissiya kelib turadi. Shuning uchun videoni maksimal darajada do'stlaringizga tarqatib, ular bilan birgalikda ishlaydigan bo'lsangiz, tezroq darajani ko'tarib borib, ko'proq ishlashingiz mumkin. Demak, bu pullarni yig'ib olamiz. Claim tugmasini bosish orqali mana bunday belgilaymiz. Hop, captcha qo'ydik. Hop, nimadir xato ketdi. Mana do'stlar, hammasi to'g'rilandi. Bu yerda claim tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, bu pullar asosiy hisob balansiga qo'shiladi. Teparoqdan bitta yangilanish beramiz. 47 edi, 150 ga o'zgardi. Demak, xuddi mana shunday tarzda sarmoyasiz mana shu sayt orqali ham soatlik bonuslarni olib, ham do'stlaringizdan kelgan bonuslarni olib pul ishlab borishingiz mumkin. Do'stlar, saytning qolgan menyularini, mana bu pastroqdagi menyularni albatta kirganingizdan so'ng batafsil o'rganib ko'rib chiqishingiz mumkin. Albatta o'zbek tiliga o'girsangiz ham bo'ladi. Endi esa ko'pchilikni kuttirmagan holatda saytdan pul yetish menyusini ko'rsatib o'taman.
Buning uchun Withdraw tugmasini bir marta bosamiz va bu yerda ham juda ham katta yangilik, ya'ni qolgan pik va free saytlarga nisbatan bu yerda minimalka ozroq, ya'ni 5 trondan boshlab bemalol yechib olishingiz mumkin. Xo'p, Tron adresini kiritasiz, qancha yechib olmoqchi bo'lsangiz ana o'shani kiritasiz va pastroqda Withdraw tugmasini bossangiz bo'ldi. Saytdan pullarni bemalol yechib olishingiz mumkin. Xo'p, tranzaksiya komissiyasi 0.02 Tronni tashkil etadi har qanday yechib olish summasi uchun. Demak do'stlar, men hozir Tron adresimni Binance hamyondan olgan holatda to'ldirib olaman va pullarni yechib ham ko'rsataman. Sizlar xohlasangiz Binance, xohlasangiz Payer, xohlasangiz Trust Wallet yoki Bitget orqali bemalol Tron adresini olib pullarni yechib olsangiz bo'ladi. Demak do'stlar, mana adresni kiritib oldik. Endi bu yerga summa degan joyiga maksimal qilsam 150 Tron hammasi ketadi, lekin men bu saytdan 50 Tron yechmoqchiman. Mana bunday tarzda belgilab olaman va Withdraw tugmasini bir marta bosib qo'yaman. Demak, biz biroz kutamiz. Xo'sh, bizga nimalar haqida ma'lumot beryapti? Buni o'zbek tiliga o'girib olishingiz ham mumkin. Demak, xavfsizlik uchun elektron pochtangizga bir martalik parol yubordik. So'rovingizni tasdiqlash uchun kodni kiriting deyapti. Ya'ni xuddi mana shunday tarzda elektron pochtaga parollar keladi. Shularni kiritish orqali yechib olasiz. Hozir buni ko'rsatib o'tirmayman, lekin yechganimdan so'ng pullar kelib tushishi bilan videoni davom ettiramiz do'stlar. Albatta ishonchli bo'lish uchun pullar kelganligini ham ko'rsatib o'taman. Xo'p do'stlar, men parollarni kiritib oldim va menda mana bunday tarzda yozuv chiqmoqda. Pastrog'ini o'qib olishingiz mumkin. Olib tashlash ko'rib chiqilmoqda. Xavfsizlik uchun so'rovingiz ko'rib chiqmoqdamiz va bu odatda bir necha soat vaqt oladi. Ba'zi hollarda 24 soatgacha davom etishi mumkin. Ya'ni bu bizning foydamiz uchun bo'ladi do'stlar. Bu sayt juda ham chestniy sayt, ya'ni pullaringiz hech qayerga yo'qolib qolmaydi, faqat biroz muddatdan keyin tushadi. Shuni ham eslatib o'tib ketay. Albatta do'stlar, men pullar tushishi bilan Telegram kanalimga cheklarini joylab qo'yaman. Bemalol kirib tekshirib olishingiz mumkin va videoni ham birinchi navbatda Telegram kanali orqali e'lon qilaman. Shuning uchun Telegram kanaliga qo'shilib oling va pastroqda ko'rishingiz mumkin. Elektron pending holatiga o'tdi. Komplet holatiga o'tadigan bo'lsa 100% to'lanadi. Men albatta mana shu joyini ham screenshot qilib joylayman va pul kelganligi haqidagi ma'lumotni ham Telegram kanaliga screenshot qilib joylayman. Albatta ishonmaydiganlar bo'lsa bemalol kirib tekshirib olishi mumkin. Demak do'stlar, bugungi video orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar aynan mana shulardan iborat edi. Albatta videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariyada izoh yozib qoldiring. Mana shu sayt orqali ishlamoqchi bo'lsangiz albatta kirib bemalol ishlashingiz mumkin. Do'stlaringizni taklif qilsangiz ham bo'ladi. Hammaga rahmat. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.